Biz o'sha 90-yillarning eng zo'r hitlarini eshitib katta bo'lgan bolalarmiz. O'zbekistonni ham, estradasini, zarubejning hammasini короче. Mana shu bu shaxsan mening fikrim 1980-yildan tortib 2000-yilgacha zo'r kinolar chiqqan, zo'r hit qo'shiqlar chiqqan, zo'r kiyinadigan modalar chiqqan. Hammasi zo'r narsalar chiqqan to'g'risi. Vashshi bo'lganda hozirgacha o'shaning uchun bu narsalarni biz ko'rsa mazza qilamiz, eshitsa mazza qilamiz. O'sha eski Adidaslarni kiysa, agar rostdan o'shansini topib o'shani qizil, oq, ko'kmi, yashilmi bo'lardi, Mamad kiysa, mantami. Xullas gapirsa retro to'g'risida juda ko'p. 90-yillar Toshkent shahrida katta bo'ldim men ham o'sha davrda. Anhorlarda cho'milgan bolalarmiz, yopgan nonni bo'lashgan do'stlarmiz. Qizlar bilan kinolarga tushardik, Damashning telefonda sirlashardik. Bradway ko'chalarda uchrashardik, internetsiz o'tardi kunlarimiz. Endi u kunlar xotiralarda faqat qolib ketdi xayollarimda. Endi afsus eslaymiz biz o'sha bizning yoshlik davrini.